Assalomu alaykum bola, yaxshimisizlar, turibsizlar? Sizlar bilan Nodirbek Dilisi bola. Bugungi videomizda sizlar bilan bizlarning Soka 2026 o'yinida Sabitiyani yutishga harakat qilaman bola. O'tgan galgi o'yinda mana 3-o'yinda texnik nosodir bu birinchi marta galda yutqazib qo'ydim. Penaltilar seriyasida do'stlar. Ana endi hozir ikkinchi urinishimda mana aka do'stlar, bironta mag'lubiyatga uchraganim yo'q. Ana endi biz o'yinni boshlaymiz do'stlar. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. 1-2 ga ozroq qolgan do'stlar. Sizlar obuna bo'lib qo'ysanglar, mana yaxshi kontentlar chiqarishga harakat qilaman. Voy biladi, sharmanda qildi odamdek. Ha, soni bor ekan bola e'tibor. Telefon qotgan. Qotyapti ozma. Oke, bo'ldi aytdim chiqib ketadi deb. Unga yetadi. Bo'ldi. Videoni endi agent ochganida olamiz do'stlar. Bolalar, do'stlar, akkaunt yuklanyapti deb agent bor. Aslida yaxshi futbol tushadi do'stlar. Bo'lsa bosdim. Obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Yaxshi futbol tushsa braziliyalik. Oh, yeah. Oh, Vinicius Junior. Rafinha kan. Rafinha do'stlar, yaxshi Rafinha. O'zida akkauntimga kerak futbolchi edi mana bu Rafinha. O'sha qanot o'yinida futbolchi yo'q edi. Dilisi o'tgan marta Valverdeni beruvdi. Undan oldin buni beruvdi. Endi buni beryapti. Ajoyib. 85 lik kartali futbolchilarni dilisi beryapti do'stlar. Sovg'a qilib sotib bersak ham bo'ladi. Turaversin qani vaqtinchalik. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalarga rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.